Assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 25-may, ya'ni maktab o'quvchilarining bitiruv kuni. Maktabni tamomlab, endi katta hayotga ilk qadamlarni qo'yadigan kun. Xo'p, bu yerda ularni bitiruv kuni bilan men chin qalbdan tabriklayman. Ularga omad va baxt tilab qolaman. Omad va baxt deganiga o'g'il bolalarda ham, qiz bolalarda ham omad va baxt juda katta rol o'ynaydi hozir, chunki sababi o'g'il bolalar o'qishga topshirishadi, institutga maktab tamomlab endi institutga yo'l olishadi. Agar o'qishga kirib ketsa, o'qiydi, bu omadi. Agar kira olmay qolsa, bu baxti, ya'ni Rossiyaga ketadi. Qizlarda ham xuddi shunday holat, omadi va baxti juda katta rol o'ynaydi. Ular ham o'qish tamomlaydi-da, maktabni institutga yoki universitetga topshirishadi. O'qishga kirib ketsa, omadi, o'qiydi. Agar kira olmay qolsa, baxti ochilib ketadi, ya'ni turmushga chiqib ketadi. Tilak bosib qo'yasizlar.